Hamsa nima bo'libdi? Yaxshimisiz Hamza? Ha, Ko'rmaysizmi? Arslon qo'ydik issiqsuv uchun topgan pulim to'kka ketyapti-da. Siqilmang, buni yechimi bor. Yuring masjidga narsa ko'rsataman. Uyimga zo'r narsa qo'ygan. Hamsa yana bular solishni vadan nagrevat. Quyosh yordamida suvni isitadi. Siz hali ham eski zamonda yuribsiz, tok bilan suvni isitib. Atlant Fortuna qo'rg'onmasdan Buxoro shahridagi magazinlardan solishni vadan nagrevat sotib oldim o'tgan yili. 1 yildan beri xizmat qilib o'tiribdi, muammo qilmasdan. Buni 100 litrlisi bor, 200 litrlisi bor sotuvda. Buni bachogida 100 litr, 200 litr doimiy issiq suv turadi. Issiq suvni 100 gradusgacha isitib beradi. Qishda muzlab qolmaydi, suv. Yo'q. -25 gradusgacha bular muzlamaydi. -25 gradusga muzlab qolmaydi. Buni qo'shimchasiga havo bulutli bo'ladigan bo'lsa, quyosh chiqmaydigan bo'lsa, tentlari bor. Ariston vazifasini bajaraveradi. Quyosh chiqqanda tent avtomatik o'chirilib, quyosh yordamida isitaveradi. Bozordan olayotgan vaqtingizda bosimli varianti va bosimsiz varianti bor. Narxlarida anchagina farq qiladi. Ba'zi bir tadbirkorlar bosimli bilan bosimsizni farqini tushuntirmasdan, bosimsizni qimmat narxga sotib yuborishi mumkin. Shu narsalardan ehtiyot bo'lasiz. To'g'ri ekansiz Hamza. Men shuncha Ariston ishlab ko'pdan yo'qotib yuribman. Ozroq qatlam taqsimga murojaat qilaman va o'zimga kerakli bo'lgan 100 litrlik Ariston solishni vadan agregatini sotib olaman.